Bugungi darsimiz hurmatli talabalar, ya'ni Ashtarxoniylar hukmronligi davrida, ya'ni Buxoro xonligida yer suv munosabatlari. Demak, mavzumizning rejasi quyidagidan iborat. Ya'ni Ashtarxoniylar sulolasi davrida Buxoro xonligining siyosiy hayoti va Ashtarxoniylar davrida yer suv munosabatlari. Albatta biz o'tilgan mavzularimizda har bir mavzuning tarixshunosligi va manbashunosligini o'rgangan edik. Bugungi mavzumizning tarixshunosligi quyidagidan iborat. Ya'ni ushbu mavzu Buxoro xonligida Ashtarxoniylar sulolasi davrida mavjud bo'lgan yer suv munosabatlarini o'rganishga qaratilgan. Mavzuning manbashunosligi esa ya'ni Abu Bakr ibn Javhar Nashahiyning Buxoro tarixi va Bobojonovaning O'zbekistonda ijtimoiy, iqtisodiy munosabatlar, ya'ni 70-80-yillar misolida. Bundan tashqari Bo'riyevning ilk dehqonchilik madaniyatining fan va turmush jurnalida, ya'ni chop etilishi. Albatta, ya'ni Ashtarxoniylar sulolasi davrida Buxoro xonligining siyosiy hayoti, Shayboniylar sulolasi tugagandan keyin Buxoroda hokimiyat asli kelib chiqishi Hoji Tarxon, ya'ni Astraxandan bo'lgan, ya'ni Jonibek Sulton Abdullaxon IIning singlisi Zuhraxonning eri bo'lgan. Biz bilamiz, bular ya'ni o'sha Buxoro xonligiga kelib qolganligi, Jonibek Sultonning o'g'li Din Muhammad foydasiga taxtdan voz kechganligini bilamiz. Bu vaqtda Obuvard noib bo'lib turgan Din Muhammad Qirot yaqinida, ya'ni Safaviylar bilan bo'lgan jangda halok bo'ladi. Shundan keyin Jonibek Sulton ikkinchi o'g'li Boqi Muhammad, ya'ni hokimiyatni egallaydi. Boqi Muhammad hukmronlik davri 1601-1605 yillar hisoblanadi. Shu tariqa, ya'ni mamlakatda 1601 yildan boshlab Ashtarxoniylar hukmronligi o'rnatiladi. Endi albatta biz bilamizki, 17-18 asrlarda Turkiston xonliklarida ilgarigi davrdagidek yer mulklari, sug'orish tizimlari asosan hukmron tabaqalar, yirik feodallar ixtiyorida bo'lganligini bilamiz. Ular o'zining yer mulklarida asosiy ishlab chiqarish vositalaridan mahrum bo'lgan dehqonlar kuchidan keng foydalangan edi. Bu davrda yerga egalik qilishda uncha o'zgarish sezilmaydi. Faqat Buxoro xonlari, ya'ni davlat mulklaridan tamg'a olishni kuchaytirishi bilan bir qatorda davlatga tegishli yerlarning ma'lum qismi ayrim farmonlar bilan, islohotlar bilan yer egalariga sotish, hadya qilishgan edi. Endi albatta, masalan 1620-yilda Imom Qulixon, ya'ni Miyonqoldagi bir necha qishloqlarni, ya'ni unga tegishli yerlarni o'zining amaldorlaridan biri bo'lgan Rahimbek Farg'onachiga, ya'ni 1,5 tangaga sotgan. 1657-yilda Abdulazizxon Buxoro yaqinida, ya'ni Komod mavzesida davlatga tegishli yerlardan 2700 tanobni Xo'jakalon degan shaxsga 1000 tangaga sotganligi, yoki bo'lmasa 1670-yilda Samarqand viloyatidagi katta yer maydonlarni bir necha ming tanob yerni, ya'ni Hojimqul Yasovulga 5000 tangaga, 1655-yilda esa Buxoro atrofidagi katta yer maydonlarni Mahmudbek degan shaxsga 1000 tangaga sotgan edi. Albatta, hujjatlarning ko'rsatilishicha, ya'ni davlatga tegishli yer, suvni sotgan xonlar sotilgan yerning 3/2 qismini xiroj hisobiga davlat ixtiyoriga qaytarib olishgan. Ya'ni 3/1 qismi sotib olingan shaxsning xususiy mulkiga aylantirilgan edi. Ya'ni mulki hurri xolis kategoriyasiga o'tkazilib, davlat solig'idan ozod qilingan edi. Ya'ni
Biz bilamizki, Abdulazizxon davrida va undan keyin ham ko'p yillar mobaynida Samarqand shahrini boshqargan Yalangto'shbiy otali yirik amaldor, katta yer egalaridan biri bo'lgan. Buxoro xonligida 17-asrga oid agrar munosabatlarni tarixiga oid hujjatlarda ko'rsatilishicha katta mablag'ga ega bo'lgan ekan. Yalangto'shbiyning 300 tagacha, ya'ni qullari bo'lgan. Bu qullarning mehnati bilan shaharda, ya'ni mahobatli, tillaqori va sherdor madrasalarni qurdirgan. Biz bilamiz, bugungi kunda tillaqori va sherdor madrasalari Registon, Samarqandda Registon maydonining ko'rki hisoblanadi. Ya'ni o'ziga tegishli maxsus qo'shinlar yordamida, ya'ni qo'shni mamlakatlarga yurishlar qilib turgan. Endi hujjatlarda ko'rsatilishicha 1606-yilda Yalangto'shbiy Samarqand tumanidagi, ya'ni Ofarinkent qishlog'ida Xo'ja Ahrorning avlod vakilasidan 4300 tangaga yer sotgan. Bundan tashqari hujjatda yer maydoni ko'rsatilmagan, lekin ya'ni 4,5 mingga yaqin bo'lgan tangaga o'sha davrga nisbatan nihoyatda katta pul miqdori bo'lgan bu pul. Ya'ni Yalangto'shbiy ko'p daromad keltiradigan katta mulkka ega bo'lganligini bildiradi. Bundan tashqari hujjatda sotib olingan yerlar mulki hurri xolis bo'lib, bular sug'oriladigan va dehqonchilikka yaroqli bo'lgan yerlar ekanligini ko'rsatadi. Albatta, Yalangto'shbiyning boshqa tumanlarda ham katta yer mulklari bo'lganligini bilamiz. Masalan, 1631-yilda 5250 tangaga Shahrisabzdan, ya'ni 1100 tangaga 1100 tanob yerni mana shu tangaga sotib olgan. Ya'ni hujjatlarda Yalangto'shbiyning keyinchalik vaqf yerlarini ya'ni ham sotib ola boshlaganligi ko'rsatilgan edi. Masalan, unga berilgan vaqf yorlig'iga ko'ra Sherdor, Tillaqori madrasalari foydasiga Ofarinkent, Totken, Shovdor tumanlarida bir qancha qishloqlarga tegishli bo'lgan yerlar ajratilgan. Mazkur yorliqqa ko'ra 26 ta, ya'ni mulkiy yerlari Tillaqori va Sherdor madrasalariga tegishli bo'lgan vaqf mulklariga aylantirilgan edi. Endi 17-18-asrlarda berilgan yorliqlardan boshqa bir yer egalari bo'lib, ular orasida ya'ni Olloberdi Biy Parvonachi va uning o'g'li, ya'ni Olyorbiy yetakchi o'rin tutgan edi. Ya'ni Yalangto'shbiy kabi Olloberdi Parvonachi ham o'z vaqtida Samarqand hokimi bo'lgan. U o'z mulklarini bir joyda to'plash maqsadida 1700-yilga kelib Buxoro viloyatining hududlarida, ya'ni Hasanxo'ja qishlog'i yaqinida uning o'sha mulklari joylashgan edi va 3000 tangaga baholangan yerlarni, ya'ni Shovdor tumanidagi yerlarga almashtirilganligini bilamiz. 1716-yilgi hujjatlarda ko'rsatilishicha bu vaqtga kelib, ya'ni Olloberdi-biyning o'g'li Olyorbiyga tegishli 45 ta yer egaligi bo'lgan. Bu yerlarning bir qismi, ya'ni Olyorbiyga meros sifatida o'tgan bo'lsa, qolgan qismi esa tilla bahosida sotib olinganligi shu yo'sinda aytishimiz kerakki, 17-18-asrlarda davlat yerlarining katta qismi asosan feodallar qo'liga o'tib ketishi oqibatida davlat xazinasi juda katta zarar ko'rganligini bilamiz. Albatta, Turkistonda sug'orish inshootlarining bunyod etilishi, kanallarning ko'payishi, ekin maydonlarining kengayishiga imkon yaratildi. Ya'ni bu yerlarda tushadigan daromadlar asosan davlat xazinasi va hukmdorlar
uchun xizmat qilgan. 16-17 asr boshlarida yangi sug'oriladigan yerlarning asosiy qismi ya'ni jo'ybor shayxlarga berilgan edi. 1637-yilda Imom Qulixon tomonidan chiqarilgan yorliqqa ko'ra, ya'ni Said Burxoniddin Qilich avlodlariga tegishli yerlardan, ya'ni o'tadigan ariqlar ularning ixtiyoriga berilgan edi. Shariat qonunlariga ko'ra suvni sotib olish mumkin emasligiga qaramasdan, yirik yer egalari, ya'ni ularning diniy, dunyoviy bo'lishlaridan qat'iy nazar sug'orish kanallarini egallab olish ko'paydi. Ya'ni siyosiy beqarorlik, o'zaro urushlar davom etib turgan og'ir sharoitlarda ham dehqonlar o'z xo'jaliklarini davom ettirishga harakat qilgan. Buxoro xonligining asosiy dehqonchilik hududi bo'lgan Zarafshon vohasi edi. So'nggi o'rta asrlarda, ya'ni mualliflar boshqa viloyatlarda ham ekinlar, bog'-rog'lar mavjudligi haqidagi, ya'ni ma'lumotlar bor edi. Biz bilamizki, misol uchun Farg'onaning ajoyib bog'lari yoki bo'lmasa dalalari, Qarshining sug'oriladigan yerlari yoki bo'lmasa Toshkent vohasining tog'li g'allakor tumanlari, Termizning yaxshi qovunlari, g'allasi yoki bo'lmasa Shahrisabzning hosil beruvchi yerlari haqida juda ko'plab ma'lumotlarni bilib olishimiz mumkin ekan. Endi albatta xulosa qilib aytadigan bo'lsak mavzumizga, ya'ni Shayboniylar davrida bo'lgan kabi Ashtarxoniylar davrida ham davlat yerlari mamlakatda, ya'ni devon, mamlakat podshosi, zamini, mamlakat, ya'ni sultoni yoki bo'lmasa mamlaka degan nomlar bilan atalganligini bilamiz. Ya'ni oliy hukmdor yerni sotish, hadya etish yoki bo'lmasa vaqf mulkiga o'tkazish huquqiga ega bo'lgan. Endi shartni o'sha yer egalari Suyurg'ol, Iqto, Tanho, Tuyul kabi nomlar bilan atalgan. Ya'ni ta'kidlash lozimki, 17-18 asrlarga kelib sug'oriladigan, ya'ni o'sha Suyurg'olning mazmuni o'zgardi. Ya'ni biz bilamiz, masalan Timuriylar davrida, Mo'g'ullar davrida Suyurg'ol tizimi bor edi. Lekin 17-18 asrga kelib Suyurg'olning mazmuni o'zgardi. Bu davrga kelib Suyurg'ol asosan hukmdor xizmatiga bo'lgan ruhoniylarga yoki bo'lmasa saidlarga, xo'jalarga, shayxlarga, ulamolarga, shuningdek shoirlarga hadya qilingan. Mahmud ibn Vali shunday ma'lumot beradi. Agar podsho yerni kimgadir hadya tariqasida bersa, bunday yerlar ulamolar, saidlarga berilsa Suyurg'ol deyiladi. Agar harbiylarga berilsa, ular Tanho deyiladi deyilgan ma'lumotlar bor edi. Mana mavzuni yana ham takrorlab olish uchun, mustahkamlash uchun biz quyidagi savol va topshiriqlarni berdik. Necha minut bo'ldi?